Xudo xolasa Drabilkani yaxshi arzonroq chiqsa bitta olamiz endi. Oy, chorvadorlar hormanglar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Keling. Nima qilib o'tiribsizlar? Assalomu alaykum. Bu mollarga chorvador hormang. Aka, hozir 2026-yilda yashayapmiz. Hali ham eski usul bu. Qiynalib ketmadilarmi? Asta-asta. Aka, men sizga yangi taklif qilib beraman. Zo'ridan qilib beraman. Hozir mahallangizni boshida bitta tushirdik. Olov universal drabilkalardan yaxshisidan tushirdik. Sizga ham yaxshi variantini qilib beramiz. Narxlar qimmat bo'lyapti. Narxlarini o'ylamang. Olov universal drabilkalar narxini 2026-yilda sindirib yuboryapti. Ishoning sindirib yuboryapti. Eng arzondan, sifati tushmagan holatda sizga yaxshi variantini qilib beramiz. Hozir buni tashlaymiz. Sizlarda Olov universal drabilkasini ishlab chiqarayotgan zavodiga birinchi qo'lga olib boraman. Xalqimiz duo qilib, podeshka qilib turgani uchun, like bosib turgani uchun 3 ta drabilkani bepulga beraman. 1000 talakka 1 dona drabilka, 2000 talak bo'ladigan bo'lsa 2 dona drabilka beraman. Agar 3000 talak bo'ladigan bo'lsa 3 ta drabilka beraman. Bo'lsa xalqqa bo'lsin, Olov brend ostida bo'lsin, 5000 talak bo'ladigan bo'lsa 10 ta drabilkani bepulga beraylik. Assalomu alaykum. Hurmatli Jasuruz kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva va ishqibozlari. 2026-yil 5-yanvar universal drabilkalarni zo'rlanib ko'rsatamiz. Sifati o'zgarmagan holatda narxlari arzon joyda taqdim etamiz. Akalarimizni mehnati qo'llab-quvvatlagan holatda bir dona laykni bosib qolamiz akalar. Mendan arzonsa mendan tekin deyotgan Olov brendi ostida ishlab chiqargan universal drabilkalarni sizlarga taqdim etamiz hurmatli obunachilar. 2025-yilda xalqni mehriga sazovor bo'lgan, ko'pchilikka uyiga borib minnatdor bo'lgan drabilkalar xudo xohlasa 2026-yilda sizlarga taqdim etib boramiz. Narxlari 12 ta viloyatda ustalarga solishib ko'raveringlar. Arzida bittadan laykni bosasizlar. Hattoki bepulga drabilkalar ham bor, hurmatli obunachilar. Noto'g'ri eshitmasiz, bepulga drabilkalar bor. Berib ham bormoqdamiz. Xudo xohlasa 2026-yilda ham sizlarning xonadonlaringizga yutuqli o'yinlarimizni tashkillab boramiz. 100 talar bepulga drabilkalar yetkazib borib ham beramiz. Omonjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'lik yaxshimi aka? Charchamaysiz? Tanjoningiz sog'mi? Charchamasdan, assalomu. Yangi yillarni boshlab olib, xudo xolasa bir nima desa bo'ladi. Bu xalqimizni nima desa bo'ladi? Bu 2026 ga haqiqiy katta maqsadlari bor. Hamma maqsadlariga birinchi o'rinda maqsadlariga yetkazsin. Inshaalloh xudo xolasa mana shu 2026 ga xudo xolasa xalqimizga qo'ldan kelgancha chiroyli qilib nima desa bo'ladi? Drabilkalar narxini xudo xolasa sindirib beramiz Jasur aka. Xalq doimo duoda bo'lib tursa, 2026 ga xudo xolasa drabilkani narxini xudo xolasa arzon qilib, birinchi o'rinda sifati tushmaydi. Narxini arzon qilib, xudo xolasa chiroyli qilib, faqat poddeshka bittadan like bosib tursa, biz shunisiga xursand bo'lamiz. Xalqimiz doimo duoda bo'lsin, poddeshkada bo'lsin. Xudo xolasa biz drabilkalar sifatli, chiroyli qilib, arzon qilib, chiroyli qilib xonadonlarga yetkazib beraylik Jasur aka. Hurmatli akalar, mana qarang, o'zimizni ishlab chiqarib, o'zimizni zavod hozir syomka boshlanayotgani uchun to'xtab turibmiz. Mana barcha narsa o'zimizda, apparatlarimiz hammasi birovdan olib sotilayotgan joyi yo'q. Terilayotgan joylari, listlari hammasi qo'l mehnati, ustalarimiz mehnatda. Xudo xolasa Omonjon, xalqimiz podeshka duoda like bosib turibdi. O'shanga yarasha biz ham narxlarni arzon qilib, sifatli qilib 2025-yilda masalan yaxshi natijalarga erishdik. Mana misol 2026-yildan xudo xolasa birgalikda xalqimizga og'ir yengil qilib, chorvadorlarni og'ir yengil qilib shunaqa apparatlarimizni yanada yangi, yanada zo'rlarni chiqarib olib boraveraylik. Hozir bugun sotuvimizda qanaqa drabilkalarimiz bor? Hozirda Jasur aka eng xadovoy apparatlarimiz shular bo'lib turibdi. Trenddagi eng oldi, xudo xolasa nima desa bo'ladi? Xonadonga haqiqiy ish berib, bir sifat tomonlama nima desa bo'ladi? Quvvatda hamma yo'q, xonadonga haqiqiy ish beradigan drabilkalar, polvon drabilkalar shular bo'ladi aka. Haqiqiy nomer 1 drabilkalar mana shular. Xudo xolasa mana shu drabilkalar xudo xolasa chiroyli qilib hozir obzorlarni qilib bir qator ko'rsatib beramiz. Bunga nima qo'yiladi? Nima narsa? Hozir mana bir boshdan tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Ketdi. Xo'p, birinchi o'rinda doimgidek balonlari bor, masofadan masofaga. G'ildiraklari bor. Bemalol yetalab yursa bo'ladi, masofadan masofaga. Xo'p, universal o'sha eng kattalashgan varianti, hampalari 54 ga 54. Kattalashgan varianti. Jasur aka buni chiqishi ham bor-ku.
2026 ga borib ancha kattalashdi. Aha. 2026 ga Arzinlari o'zgarsa ancha chiqishlari nimasi bor. Ozi kattaygan sari bemalol bag'ni ko'pgina solib chiqaraveradi. Endi nimasi bo'ladi? Kattalashgan variant. Doimgidek havo to'sqichlari bor, betga chang urmaydi. Mashinasi eng qiziqarli joyi, betga chang urmaydi. Zaslonka qopqoqlari. Bu yerda donli, Aha. bu yerda sotali. Shunday sotali Qattiq mahsulotlar deylik. Xo'p, endi buni 4 xil nasatkasi bor. Nasatkalarni bitta ko'rsatib o'taylik. Ha bo'ladi. Bu mol bopi, bu qo'y bopi. Qo'yga moslangan. Xo'p, yorma, kepay holatga keladi. 4 xil nasatkasi bor. Mana shu drabilka qo'shib beriladi. Mana shu drabilkaga 4 xil nasatkasi shu ichida qilib naborda ovorga yetkazib beriladi. Endi buni Jasur aka setkasi qayerdan tushadi deganlarga masalan doimgidek mana bizda setkalar yondan tushadi. Osonligini qarang Jasur aka. Qo'l gaykalar bo'shatib, qo'shnidan kulut so'rab yurmaydi. Bemalol mana olib, solib almashtirsa bo'ladi. Hozirda apparatimizda qanaqa motorlar qo'yilyapti? Hozir motorlari aka 2 xil motorda chiqyapti. Yangi mana aka daftarlargacha, o'zining kitoblarigacha yangi motorlar. Masalan, aka hozirda 2 xil nima desam, korpus mana shu holatda bo'ladi. Motori 2 xil variantda chiqyapti. Bittasi 6li, 6,5li motor bo'ladi, bittasi 4 kilovatli. Katta kichikligi aka pashli 1 xil. Katta kichikligi 1 xil. Xo'p, o'zida zashnilari bor. Zashnlarni ham bitta ko'rsatib o'taylik-da. Xo'p. O'zida zashnigi bor. Xo'p, bunda ham o'zida zashnigi bor. Motor kuyishini oldini oladi. Motor kuyishini oldini oladi. To'kni bemalol ko'rsatib turadi. Xo'p, hozir mana shu apparatimizda qaysi qo'yilgan? Xo'p, bunda shu 4 kilovatli motor qo'yilgan buning ustidan. 4 kilovatli. 4 kilovatli motor qo'yilgan. Mana shu drabilkamizga hozirda. Buni o'zini avtomatik kulchatorlari bo'ladi, ha? O'zida hozir ulgurmabmiz, o'zini avtomat kulchatorlar bo'ladi. Kulchator qo'yiladi. Keyin o'zida mana o'sha teploshka zashnigi bor. Ikkitalik. Bu yerda to'kni ko'rsatib turadi. Kabelimiz berib oylarda to'kni bemalol ko'rsatib turadi. To'kni ana shu yerda o'zi necha kelyapti, xonadonda to'k necha, hamma tomonlama hop nima desa bo'ladi, o'zini o'zi anaqa qilib ko'rsatib beradi. Eng past tokka qanchaga ishlaydi? Eng pasti 160, 170 gacha bemalol ishlab beraveradi. Mana shu oddiy 220 ga mana shu drabilkalarimiz ishlaydi. Oddiy 220 voltga ishlaydi. Bitta suq ko'rsataylik, to'kni bitta ko'raylikchi. Bizning ishxonamizda to'k necha ekan? 209 ekan. Svarka ishlari olib borilyapti. Svarka qilishyapti, shuning uchun o'ynayapti. 209 ekan. Bemalol. Ovozlari ham shunaqa. Yangi motor. Narxlari masalan kichkina motor deylik, 4 kilovatligimiz necha mana shu apparatimiz? Xo'p, mana shu 4 kilovatli 18 ta tishli bo'ladi. O'sha pichoqlari ham germanslik kuydirilgan qalin pichoqdan, o'sha 18 talik o'sha original pichog'imizda. Buni narxi aka 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Mana shu joyimizdan chiqayotgan narx 4 kilovatli original motorimiz shu 2 million 200 ming so'm chiqadi. Xo'p, bu 6ligidan qo'yadigan bo'lsak 2,5 million so'm chiqadi. Unisi 24 ta tishli bo'ladi. Endi nima desa bo'ladi? Motorga nisbatan tishini ko'paytirsa bo'laveradi. Hozirda masalan mana shu tishimiz olib kelaylik, o'sha drabilkamizni mana tishi mana 2 qavatli, mana shu 6li motordiki mana. 2 qavatli qo'yilgan mana. Maxaviy, zavodskiy maxaviy. Mana onalari ham bor mana. 24 ta tishlik. 24 ta. Mana shu 6li motorimizniki. Mana shu 6li. Bunisi 18 talik bo'ladi, pichog'i 18 talik bo'ladi. Xo'p, o'sha narxi mana shu 4 kilovatli 18 talik edi, 2 million 200 ming so'm. 2 million 200 ming so'm. Xo'p, bundan qo'yib beradigan bo'lsak, mana bu tomonda o'sha 6li motorlarimiz, bular 2,5 million so'm chiqyapti. 2,5 million so'mdan chiqyapti. Mana shuni ham misol uchun hammaning ham chorasi har xil. 2 ta yo 3 ta chorva hayvonlari bor insonlar. Hozirda nevalarini mana zerikmaslik uchun mol boqayotganlar bor, masalan, kattasi kattalik qilishi mumkin. Albatta. Ozroq chorva hayvonlari borlarga masalan nisbatan yengilroq qilib arzonroqlarini necha pulgacha chiqarib berasiz? Jasur aka, hozir mana shu 4 kilovatli deyildi. Agarda masalan, xudo xolasa zakaz qilinsa, arzonroqdan zakaz qilishadigan bo'lsa, mashina 4 kilovat, 3 kilovatlilari bor, 3 kilovat, 3,5 kilovatlilari bor. Ular
1 million 800 1 million 900 ming so'm chiqaveradi. 2.5 kilovatligan bor ha. Ha, bu 202 kilovatlari 1 million 700 ming so'm chiqarib beramiz. Universal bo'ladimi yo? Universal bo'ladi. 1 million 700 Ha, ming so'm. 1 million 700 ming so'mdan chiqarib beraveramiz 202 kilovatligini zakaz asosida. Universal Ha, drabelka. endi bizda hozirda masalan 2 xil variantda chiqyapti. Agar zakaz qilinsin, bor masalan 1 million 700 ming so'mga o'sha 202 kilovatli o'sha yaxshidan chiqarib berilaveradi. Faqat motorda farq qiladi xolos. Ha, motorda farq qiladi. Qolgan turish korpuslari bir xilda bo'ladi. Xo'p, qarang. Mana bu drabelkasi qanaqa drabelka bu? Bu nima desa bo'ladi? O'zimizning o'shalik kichkina mini drabelkamiz faqatgina don mahsulotini o'zini chiqaradi. Don mahsulotini o'ziga nima desa bo'ladi? Hali to'g'i bor, bir qushi borlarga masalan faqatgina don mahsulotini bemalol sotali makkalarni ham chiqarsa bo'laveradi. Bu drabelkasi nechi pul? Bu drabelkamiz aka 1,5 million so'm. 1,5 million so'm. Drabelka. Ha, 1,5 million so'm. 2025 da 1,5 million qo'yganmiz Jasur aka. Doim videomizda 1,5 million so'm. Bu safargi videomizda aka mana shu drabelkamizni 1 million 400 ming so'mdan chiqarib berilaveradi. 1 million 400 ming so'mga drabelka bor ekanda. Ha. 1 million 400 ming so'mdan drabelkamiz Olov brend ostida 1 million 400 ming so'mdan drabelkamiz boshlanadi. Mana bu aka. Narxlar zo'r. Mana shu o'sha don mahsulotining o'ziga. Qarang. Omonjon, misol olib borib turib, shu joyda ko'rsatib, ishlatib kelamiz. Xudo xolasa, aloqaga chiqsin, drabelkani olib borib, ishlatib, yurgizib, ko'rsatib, hamma yo'qni sinovdan o'tkazib berganimizdan keyin to'lov bo'ladi. Oldindan to'lovimiz yo'q. Drabelka bepulga xonadoniga shundoq yetib boradi. O'sha manziliga qarab kelishilgan holatda nima desa bo'ladi, anaqalari qo'shilib qoladi dastavkasiga. Xo'p. Hozir bir qator ishlash jarayonini ko'rsatamizmi? Hozir bir qator bo'lmasa ishlashini hamma yo'qni ko'rsatib beramiz. Jasur aka, hali ishlaga buloy, bir to'sinlar chiqarishyapti. Bu biz to'sin deb makkani chiqarib qo'yaveramiz. Jasur aka, bu makkani kattaligini qarang aka. Buni qarang aka. Bismillahirrohmanirrohim. Jasur aka, bu makkani qarang mana. Buni qarang. Endi buni qarang. Buni qarang. Bu chiqargan mahsulotni qarang, Jasur aka. Haqiqiy makka ham nima desa bo'ladi? Bu makkalar Qoratepaning yerida bo'lgan. O'zlaringni yerlaringda Jasur aka. Xo'p, endi aka bug'doyni chiqarib beraylik, bug'doyimizni. Qani? Ketdi, bismillah. Borçlar zo'r aka. Yarim. Bu mana chiqyapti-yu. Bo'ldi. Bo'ladi. Jasur aka, mana shu don mahsulotlar chiqarishayotganda tavsiya qilamiz. 1 sekund, 3 sekund nima desa bo'ladi? O'zi xalasli holatda ishlab turishini tavsiya qilamiz. Ichidagi mahsulotlar bemalol chiqib olishga. Barchasini chiqarib olish kerak. Bo'ldi. Keling ko'rsat. Chiqqan mahsulot. Mana chiqqan mahsulot. Kepak. Mana makkamizgacha aralashib ketib qoldi. Mana bemalol kepak holatda chiqardi. Mana o'chkarni olinglar. Mana. Mana bitta ham bor. Mana. Buni qarang, tasvirlang. Zo'r. Mana. Xo'p. Endi o'tli mahsulotlar chiqarib beramiz. Endi keyin poya chiqarib beramiz, somon chiqarib beramiz. Bosing. Poya. Hamma ish bo'ryapti. Qani qanaqacha bo'ryapti? Voy. Somoni soling. Jasur aka, bu setkasi holati bitta ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Setkasi holati. Yaxshi. Setka qo'ygan mayin bo'lib Setka qo'yilsa yana mayin bo'lib ketaveradi. Xo'p, somonimizni
chiqarib ko'rsatib beraylik. Setkali holatda. Qancha molbopmi bu? Molbop setkamiz? Molbop setkasini qo'ydim. Bor ekan. Qani? Hop, setka almashtiring. Apparatni o'chirmasdan setka almashtiraverasiz mana akalar. Qo'y bobi. Setkasi. Juda ham oson. Ketdi. Voy, bu shuna qarang. Mana setkasi chiqaryapti. Mana hurmatli akalar opalar, bir qator apparatlarimizni ishlash jarayonini ko'rsatdik. Chiqqan mahsulotlarni ko'ryapsizlar. Xo'p, Bu molbop setkasi chiqarilgan. bu molbop setkasi chiqarilgan, Jasur aka. Hop, Xo'p, endi bunisi qo'ybob setkasi. mayin. Gugit cho'pini 3 ga bo'lingani. Ha. Zo'r. Mayin. Akalar, ko'ryapsizlar, buni silosga aralashtirib beraverasizlar. Hali somon yeyib boshqa bo'lmaydi. Mana hurmatli akalar, apparatlarimizni ishlash jarayonini ko'rsatdik. Momojon telefon qilishaversin, ha. Xudo xolasa Jasur aka aloqaga chiqishsin, biz xonadonimizga kelishsin. Doimo xalq poddeshkada duoda bo'lib tursa aka, o'sha gapga boshida nima desa bo'ladi, drabilkani aka, bepulga 3 ta drabilkani rosmoni bepulga xalqqa beramiz. Faqat o'sha 1000 talak bitta drabilka, 2000 talak bo'lsa 2 ta drabilka, 3000 talak bo'ladigan bo'lsa 3 ta drabilka. Bo'lsa xalqqa bo'lsin. Agar 5000 ta rosmona lak bo'ladigan bo'lsa aka, 10 ta drabilkani bepulga beramiz aka.